alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel Andijonda Baliq tumaniga kelganmiz. Bu yerda xo'p, arzon variantda devor mebel tayyorlaymiz. Devorlari cho'tki qilib, apshipka qilib qo'yishgan. O'sha orqalari bilan o'ta go'zal qilib qo'yishgan. Xo'p, ikkinchi xonamiz ham bor. Ikkinchi xonamizni ham chiroyli qilib apshipka qilib qo'yishgan. Sekin ko'rsatib bor. Birinchi xonamizning korpusi tayyor bo'ldi. Ikkita taraf garderob, o'rta polkali bo'lyapti. Tayyor bo'lib qoldi. Xonamizning korpusi tayyor bo'ldi. Bu xonamiz ham narigi bilan bir xil, ikkita chekka shkaf, o'rta polkali tayyor bo'ldi. Xo'p, bu xonamizning razmeri 3.90, narigi xonamiz 3.60. Oq sement rangda bo'ldi bu xona. O'sha ikkita taraf garderob, o'rtasi polka. O'sha ishlarni cho'tki qilib. Xo'p, xonaning uloqligi mana shundan bilinadi, mana shuncha katta. 3.60 dan. Cho'tki qilib dekor qilib qo'yishgan. Xo'p, balandligi 2.70, eni 3.90 bu xona. Xo'p, keyingi xonamiz. Bu xonamiz o'sha 3.60 lik xona. Ikkita xonamiz 9 million so'mga tayyor bo'ldi. Mana shu 3.60 ni narxida qilib berdik narigini ham. Ikkita bo'lganligi sababli. Agar unaqani razmerdagi bitta o'zi hisoblansa, ozgina qimmatroq chiqadi. Buni ham ichi o'sha bilan bir xil. Bu mramor granit degan rangda bo'lgan.